Короче, mana bu boboni mashinani urib qo'yganmiz bizlar. Mana shu bobom, mana bu yoqdan urganmiz, mana shu joyini. Eng qizig'i mana bu oldi tomonidagi narsalarni ham bizlar qilib beryapmiz. Va bakoga ketamiz, ruchka ketamiz, boshqa ketamiz. Plus yana necha puldir ishga chiqmagan kunimga deyapti. Ishga chiqmaslikka yaroqli bir narsa bo'lgani yo'q. Ishga chiqmagan kunimga deyapti, alohida yana pul berasan menga deyapti. Akazvitsa bu holat bilan orqasidan menchagina buferchasini qirilgan joychasini odam tashisa ham bo'ladi, ishga chiqsa ham bo'ladi, nima qilsa ham bo'ladi. Manaviy zarar. Bobo qarang. Qonundan borma manaviy zarar. Men hammasiga roziman. Siz rozimisiz? Mana bo'ldimi? Bizning ishimiz yakunlandimi? Men roziman. Siz ham rozimi? Buni nima qilmoqchi bo'lyapsiz? Просто men eslatgan. Siz rozimi? O'yin qilmamayman. Rozi degan gapni, просто rozimisiz? Bergan ishiga rozimisiz? Men berdim mana u degan o'zingiz qilib oling. Men boya orqada men urgan holatimga, qirib olgan taqdirimga, men bu taalluqlimi? Shu ham taalluqlimi? Taalluqli deng. Manaviy zarar. Taalluqli deng bo'ldi gap. To'xta. Orqada udar boryapti. Biz qisqanda kuzibdi. Siz tepkalaringiz ham uchib ketganda, o'shanda to'g'rimi? Ketdi, haqiqatan uchib ketdi. Karpedaga yopishib qolib, bo'ldi gap. Demak, mana shu ruchka men qilgan ishdan bo'ldi. Eshik ochilmay qoldi. Ha, 1 ming. Qani bu? Mana ruchka mana bunaqa joychasi singan. Yo'q, bu bo'lsa qolmam, ichib ketgan dedi. Usta eshitdi. Bo'lmaydi ekan bu. Orqadan urgan narsaga mana eshik qisilib qolsa, yo'q, eshik qisilib qolsa, tuzib uzilib. Unda buni aybi bo'ladi. Mana bu yerda Gazak eshik 4 ruchkalarda 4 ruchkalar. ishlamasa buni aybi yo'q. Ikkita zamon birdaniga qanday to'xtaydi? Ikkita zamon birdaniga. Baba, umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi kunlarda keyin qo'lingizni bering. Qo'lni ham bermaydi, qabersangami. Baba, Yana Xudoni taniyman, jumaga boraman deysan-a? ketdik birga boramiz, yaxshi niyatlar bilan. To'xtab tur. Hop. Mana xonim desang ham, Hop. manaviy zarar degan joyi bormi? 2 kun meni zadechka ishdan qoldiryapsan. Nimaga bo'ldi? Nimaga men Yana bir nima? Unday bunday degan gap Yo'q, qilyapsiz. siz nimaga o'sha vaqtda gay chaqirib sizga bermadingiz? Manaviy zarar. Yo'q, manaviy zarar qilib men sizni so'kdimmi yo bo'lmasam og'ir jo'ski bosim o'tdim qilyapmanmi? Qanday ishdan qolishga taalluqli nima bo'ladi? Oyog'ingizni taqsayapmanmi? Nima qilasiz? Haydavering edi. Ishdan qoldimmi 2 kun? Nimaga qolasiz? Nimaga haydamaysiz? Ishdan qolishga sababli narsa Sabab emas. mashina urilgan. Ha. Sabab mashina urilgan. Lekin haydashga yaroqli-ku. Xo'p, xullas bu video olinishidan maqsad nima? Bu yoqda kimnidir nafsoniyatiga yoki shaxsiyatiga putur yetkazish emas, shunchaki bizlar gapimizni oxirida nuqta rozi rizochilik bilan yakun topmaganligimiz uchun sizlardan maslahat so'rashga majbur bo'ldim. Agar bu yoqda meni aybim bo'layotgan bo'lsa, uka yoki jo'ra, og'ayni, do'stim, seni aybing bor, mana bunaqa joyda desangiz, men o'sha aybimni to'g'rilash maqsadida borib uzr so'rash kerak bo'lsa, uzrim so'rayman. Yana qilib berilishi kerak bo'lgan narsa bo'layotgan bo'lsa, men iloji boricha qilib beraman. 100% aybimni to'g'rilashga harakat qilaman. Va'da. Lekin u tomondan ayb o'tayotgan bo'lsa, ya'ni u kishi tomonidan ayb o'tayotgan bo'lsa, uni ham yozib qoldirsalaringiz, o'zim uchun tushunib olgan bo'lardim. Xullas sizlarga tushunarli bo'lishi uchun bo'lgan voqeani qisqa va lo'ndacha tushuntirib beraman. Biz mana bunaqa katta trassada emasmiz. Toshkentskiy trassada ham emasmiz. Biz 20-30 tezlikda yuriladigan probka jarayonida edik. Va o'sha 20-30, mayli 30 tezlikda desangiz ham, o'sha tezlikda keldimda u kishini urdim. 30 ham emas edi, chunki tormoz bosdim-da, polibon bosdim. 15-20 tezlikda urdim. Bagaj majlicha pachoq bo'ldi-da, ozgina pachoq bo'lganligi uchun men aytdim, salondan o'tib bir tepsa to'g'ri bo'ladigan narsa dedim. Agar u narsani xohlamayotgan bo'lsangiz, o'zimda ustam bor dedim. Men uchun tekin ham qilib beradi bu narsani. Endi aka-ukachilik dedim. Yuring, men imtihonga kech qolyapman dedim. Yo'l-yo'lakay sizni qo'yib ketaman. Ishingizni bitirib ketaverasiz ham dedim. Pulidan o'ylanmang, o'zim beraman dedim. Yo'q dedim, men vaqtim yo'q hozir. Umuman to'g'ri kelmaydi dedi. Bo'lmasam men ketdim imtihonga, telefon nomerimni oling desam, yo'q dedi, pravangni ber dedi. O'sha pravangdan dedi, keyin men seni topa olaman. Ha, mayli dedim. Pravani berdim, telefon nomerimni berdim, ketdim. Bu kunsiga telefon qilyapti-da, yo'q deyapti, men seni ustangga bormayman deyapti. Men deyapti, o'zim usta topaman deyapti. Bo'ldi, gap yo'q dedim. Ustani xullas topgandan keyin men bilan gaplashtiring dedim. To'shda usta ishini qilib bo'lgandan keyin menga miyaga sig'maydigan nerealniy summani aytmasin dedim. Chunki hayotimda bo'lganda shunaqa voqealar. Bo'ldi, gap yo'q dedi. Usta bilan gaplashtirdi, usta bilan dogovor qildik. 3 kishi ham rozi. Jabrlangan kishi ham, jabrlatgan kishi men bo'laman shunda, men ham, keyin usta ham, hamma rozi. Bo'ldi, ishni boshladi. Usta ishini yakunlagandan keyin bordim, pulini berdim. Plus alohida mendan yana pul talab qilyapti. Bobo,
boyagi bobo. Nimaga desam, eshigini mana bunaqangi regirovka zazorlari bir-biriga to'g'ri kelishi uchun, keyin razvali qochganligi uchun, xullas texnik nima nosozligi bo'layotgan bo'lsa, hammasi men bo'ynimga qolib qolyapti o'zidan-o'zi. Eshigini tashqaridan ochilayotgan ruchkasini sinishiga meni nima aloqam bor bunga? Bu siniqqa qarasa borku, odam o'zi 3 yilmi, 4 yilmi oldin sinib ketganda u narsa o'zini ehtiyotkorsizligidan. Men aybimdan emas u. Xullas nima demoqchi bo'lganimni qalban tushunib turibsiz-ku. Konkretni so'zma-so'z tushuntirib bera olmayapman-da. Men aytdim, bo'ldi dedim, ularni ham qilib beraman, malam uchun qilmaylik dedim. Shundan mendan rozi bo'lasizmi dedim. Yo'q deyapti, unga ham men rozi emasman deyapti. Nima yana desam, men deyapti, o'sha kichkina pachoqcha bo'lgani uchun ishga chiqa olmadim deyapti. Оказывается, u pachoqchani ishga umuman aloqasi yo'q. Miyaga bu narsa trejda sig'maydi-da. Ishga chiqaveringlar, kim sizga ishga chiqmang dedi dedim. Yo'q dedim, men qanday ishga chiqardim? Boshim deyapti, mana bunday chayqalib ketdi-da, kepkam yechilib ketdi deyapti. Voy dedim, shunda dedim, sog'ligingizda problema bormi desam, ha-da deyapti. U gapni men hazilga aytyaptim desam, seriyozdan aytyapti ekan. Mayli, yuring больницаga dedim. Qanaqadir sog'ligingizda muammo bo'lsa dedim, agar imенно shu men qilgan holatdan men turtib olganimdan bo'layotgan bo'lsa, siz salonda edingiz-ku. Piyoda bo'lgan taqdiringizda ham sizni ursam hech narsa qilmasdi u tezlikda deyapman. Salonda o'tirgan odam mana bunaqa bo'lib ketishi nerealniy birinchidan dedim. Raz sog'ligingizda muammo bo'lsa, uni ham qilib beraman, gap yo'q dedim. Faqat dedim, menga fakt kerak. Mana shu avariyadan keyin yoki shunaqa turtilib ketishdan keyin boshim miyasi chayqalgan deb dedim. Uje u narsadan aylanib o'tyapti. Kurtoy поворот qilyapti-da, yo'q deyapti. Boshqa sabab izlayapti. Menga deyapti, ma'naviy zarar yetkazding deyapti. Men deyapti, o'sha voqeadan keyin deyapti, qattiq o'ylanib qoldim deyapti. Nerv qilganman deyapti. Bobojon dedim. Miyaga to'g'ri kelmayapti-ku dedim. Bu matematikaga ham hech narsaga to'g'ri kelmayapti-ku. Yoshingizni qarang, bir joyga borib qolgan dedim. Bu dunyoda hammamiz mehmonmiz dedim. Mayli dedim, men ma'naviy zararni ham hammasini qoplab berishga roziman dedim. Lekin nargi dunyoga borganda dedim, savol javobda qiynalib qolmaysizmi desam, sen namoz o'qiysanmi deyapti. Yo'q, men to'liq namoz o'qimayman, shuni o'rganayotgan yosh bolaman dedim. Lekin hozir dedim, bugun juma kuni, shu jumaga keluvdim dedim. Siz bilan yaxshi kelishib dedim, yaxshi niyatlarda kirib chiqib dedim, yana chiroyli mehmon qilib sizni jo'natmoqchi edim dedim. U kishi shundan ham norozi-da. Xullas qilib bergan ishim vakuumini to'g'rilatib berdim, o'zimni qilgan ishim. Bo'ldi, shu bilan tugab ketish kerak edi. Yo'q, alohida yana ruchkalarni ham qilib beryapman. Yana alohida ma'naviy zararni berishim kerak ekan. Undan ham tashqari yana sog'ligi bo'yicha problemasi bor ekan, uni ham men hal qilib berishim kerak ekan. Bu qanchalik mantiqqa to'g'ri yoki noto'g'ri, bemalol izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Agar men xato ish qilgan bo'lsam, meni so'kib yozsangiz ham men roziman.